Hamma sizlar bilan Lazbek bolalar. Bugun nima qilamiz desangiz, o'zim bilmayman. Qushoroli yo'qligida qilish. To'g'ri, o'tyorolda qish yo'qmaydi. Agar ko'proq like etsangiz, men like va obuna qiling, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Mana orqamdan boshqalar qulash videosini olaman. Mana tutib olishadi va meni qachondir o'ldirishsa, menda 3 marta jon bo'ladi. Meni o'ldirishsa bo'ldi. Men o'yinda yutqazaman. Agar o'ldirish olmasam, men o'yinda yutaman. Chunki men maqsadim portal qurish, ommoz topish, shunaqalardan iborat. Xohlagan maqsad qo'ysam bo'ladi. Bilmadim, Dreamlar maqsadi faqat Ender Dragonni o'ldirish. Bizda esa bunaqa Ender Dragonni o'ldirib bo'lmaydi. Shuning uchun maqsadni shunga qo'ydim. Chunki bizda ko'zi yo'q. Endermandan tushadigan marvarid ko'zlari ular tushmaydi. Bu Minecraftda umuman Endermanning marvarid ko'zi yo'q. Endermanning ko'zi bilan teleport qilsa bo'ladi. Lekin nima desam bo'ladi? Blazning olovdagi tayoqchalari bor bu endi Minecraftda. Xohlasangiz o'ynab ko'ringlar va aytgancha kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Atga biz 100 ta bo'lamiz. Maqsadimizga yetish uchun kanalga obuna bo'lsangiz bo'ldi. Kanalga obuna bo'lsangiz biz ham xursand bo'lamiz. Bu yoqdan endi boshqasiga ko'p reklamalar ham qilsak bo'ladi. Reklamalar faqat bo'lishini xohlasangiz kommentga yozinglar. Nimaga ukangiz bilan kirmayapsizlar desangiz, u kirmaydi. O'zi xohlamadi chunki. Bezvasida birinchisi yutqazib yutaman, mana bu yutqazdi va u xafa bo'ldi. Bu kirmaydi. Konga tushsam ekan. Eng yomon taraf pulliklar bor. Kanalga obuna bo'lsangiz, bundan ham zo'r videolar chiqadi. Ana ovozi eshityapti, endi o'limchakdi. Kelganim ham yaxshi, bu yerda temir bor ekan. Nima, skeletlarni boshqa narsa bormi? Uyasi. Boshqa kondu ko'proq uyqiladi, chunki ular tashqarida chiqsa yonib ketadi. Chunki bilasizlar o'zlaringiz Minecraft o'ynaydiganlar biladi. Adashmas, sizlarda o'ylayotgan shekilli. Korоче, bu yerdan ketaman. Astagina rostlaydi. Juftlab olsak ham bo'ladi. Chunki bu yerda nima bor? Hamma narsamiz bor bo'lsa nimamizni yo'qotdik, ishlamamizdi. Yo-mayo, tepadan creeper sakrab yo'qdi. Nima kerak qilishim? To'g'ri, sizlarga ham ko'rmayapti, menga ham yaxshi ko'rmayapti. Salgina yorug'lik qilsagina degan. Mana hozir yorug'lik. Ana bitta aşağıda. Mana yorug'. Komment yozinglar. Komment yozib qo'yinglar. Hamma kommentni o'qiyman.
Yo-ma-yo. Bu nima bo'ldi endi demayman. Mana bilaman nima. Jonim ishli bo'ladi. Sekinlik bilan tushishim kerak. Lekin men butun jonim ketadi va Minecraftdan chiqaman. Yana hamkordan video olsam zo'r bo'ladi. Hamkorim qo'rqinchli. Chunki hamkorda dalshi o'lib ketishni ilojli. O'lib ketgan odam dalshi tirilmaydi. Vay, ben altın kablolayayım. Come on. Dalgıcı bu iş gerek. Come on. Come on. Lava, yok. Come on. Dalgıcı, come on. Wow. Temirlarimiz nechta bo'lganini ko'ramiz. 25. Pistak. Versaga yasaymiz va taxtadan pechka yasaymiz. Bu yerda men yashab qololmayman, shuning uchun menga zombi kerak. Unikini yeb bo'lmaydi. Uni ko'zi yomon. Nima desa bo'ladi? Yomon bo'lib. Uni ko'zini dalshi yeb bo'lmaydi. Taxtani tejab ishlatishim kerak yoki buni taxta qolmaydi va bo'lmaydi. Yaxshiyam biz ko'ramiz. Mana yerda daraxt bor ekan. Endi menga loy kerak. Loy qilib tursam ekan. Loy bor ekan. Menga skelet kerak. Va daraxt o'stiraman va bu daraxt kamanyalarni o'rtashish kerak. Daraxt bilmayman. Come on, böyle qol daraxt. Ertayu kechmay o'sib Diamond bo'ladi. Yo-ma-yo! Diamond. Yo-ma-yo, umrimda birinchi marta diamond topsam. Hazile topgaman. Jama joylarda. Quvonib ketishim chunki diamond chiqadigan resurs bo'lib yotdi. Uni Minecraftda topish dalji qiyinroq. Diamond ancha qiyinlashib ketdi uni topish. Ko'p odamlar diamond topishga urinadi, lekin topish qiyin bo'ladi. Diamond qiyinroq topish degan masofasi bor. Bu yerda yaxshiroq kirgan bo'lsa, bu yerdan chiqib ketardim. To'g'ri tepaygan. Yaxshiroq narsa yo'q. Mana tayoq. Mana kirganda shu bor. To'g'ri. Kirgan kerak bo'ladi. O'zimga parkram yasasam bo'ladi hatto. Lekin biz qilich yasab olamiz. Va bo'ldi. Endi o'zimni xavfsiz desam ham bo'laveradi. Menga esa dalji ovqat kerak. Ovqat esa qayerdan topaman bildim. Mana oltin olamiz. Oltin ham yaxshi. Bir narsadan foydali agar mana oltin ko'p ekan 8 ta bo'lsa dalji men o'zimga oltin olmay yasasam bo'ladi bittagina. O'zim. Agar menda oltin olma bo'lganda men yasalardim. Bu yomon. Menda oltin olma yo'q. Oddiygina olma bo'lganda men buni ola olardim. Zaryadman kam qoldi va o'lim nisbatan kuchliroq. Mani Minecraft o'ldirmoqchi shekilli. Qanaqasiga lavani orasida. Men nima parkour qilamanmi shunda? O'zi jonim kam bo'lsa parkour qilaman. Lazurit. Mana shuni lazerni yo'qtiraman desam,
ko'p beradi bittadan. Mana shu tarafı. Come on, dolji. Ko'p bo'lsa undan afzal bo'ladi. Come on, come on, come on, come on. Yo, o'ylab qolardim-ku. Come on, come on, come on, come on. Yo, diamond. Nima beradi? Qilich beradi, qilich qo'yganimda edi. Nima bo'ladi? Mayli. Come on. Diamondga topish kerak. Bu yasha bo'lmaydi-da. Ham elem bir deyarday kuchli bo'lganda men bu yoqdan shartta suradimni qo'shadi. Bu yoqda men ishimim yo'q. Men uyimda qolsam yo, mana oltinni ko'rsam bo'lmaydi. Yo, men diamond chasdim. Boshqa diamondlar topolmayapman. O'zimni paxlab yeganim yaxshi. Come on. Tarjima o'rishimga ozgincha qo'l kreativdan ovqat so'rasam ekan. Mayli, videoni o'chirib qo'yaman. Voy dod. O'ldiradi hamma narsa. Allohu akbar. O'zimni davri. Dedi. O'ldirdi. Come on. Ma'lumotlarni o'zimga zirq yasab olaman va himoya kuchayadi menga va zirqlarim zo'r. Tarjiman himoyalaman. Come on so'zini ko'p aytib yuboryapman. Sizlarga yoqmasa kerak. Videoni to'xtatib qo'ydi. Va kanalga obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqarmanglar. Bizga biz 100 nima desam bo'ladi? 100 ta chiqishimiz bo'lmoqda. 100 ta chiqish uchun bizga qancha narsa kerak? Shuncha harakat va shuncha harakatdan yana harakat. Va biz 100 taga oldinga qolganmiz. Mana oson bo'lardi. Birinchidan sizlarga ham yaxshi. Kanalimga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu men kanalimga esa o'zim obuna bo'lmayman. Buni hamma bilsa kerak. Kanal bo'lib biladi. Come on. Darji bo'ldi. Yo'q, xayr, sizlar bilan Lazbek bo'ldi bolalar. Hammaga xayr. Video o'ta tugadi.